BMW M5 F90 Competition oyiga necha litr rasxod qilishini bilasizmi? Kapotimizda tagida 4.4 litrli twin turbo M-Power motor yotibdi va bunda 625 ta ot kuchi bor. Bu mashinaga kamida 95 benzin quyishingizga to'g'ri keladi. Rasxodga keladigan bo'lsa 10.8 litr. Lekin bu gapni BMWchilar eshitsa umuman ishonishmaydi. Kitobi bo'yicha xuddi shunaqa yozilgan, lekin BMW marketologlari sal aldashgan. O'zbekiston sharoitida bu mashinaga kamida 100 benzin quyishingizga to'g'ri keladi. Kitobidagi narsa bo'lsa faqatgina nemislar uchun aytilingan. Ha, aytgancha, menga obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekistonda eksklyuziv bo'lgan mashinalarni birinchi bo'lib meni profilimni ko'rasiz. Rasxodga keladigan bo'lsa 100 kilometrga 25 litr, hattoki tabloda ham yozib ko'rsatib qo'yilgan. Agarda bosadigan bo'lsangiz 30-35 ga ham chiqishi mumkin. Mashina 2022-yili 10-oyida xarid qilingan va shu kungacha 17512 kilometr masofani bosib o'tgan. Ana endi benzinni so'mga ayiradigan bo'lsak, 332 million shu kungacha faqatgina benzinga ketgan. Bu mashinani rasxodiga ham, narxiga ham umuman e'tibor bermayman. Baribir olaman desangiz, ekranga 2 marta bosib qo'ying. Videoni BMW olmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.